Bugungi kunda tuman maktablarda fidoyi pedagoglar mehnatni rag'batlantirib, ularning samarali ishlashi uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bu e'tibor natijasida yurtimizning turli hududlarida ta'lim sifati sezilarli darajada yuksalib, yutuqlar ko'zga tashlanmoqda. Shunday fidoyi ta'lim maskanlaridan biri Samarqand viloyati markazidan qariyb 50 kilometr ichkarida joylashgan Urgut tumanidagi 153-umumiy o'rta ta'lim maktabidir. 2020-yilda Navro'z bayrami arafasida faoliyatini boshlagan ushbu maktabda bugungi kunda 629 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Ularga 44 nafar pedagog ustozlar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Shu jumladan 4 nafari oliy toifali, 8 nafari birinchi toifali, 7 nafari ikkinchi toifali ustozlardir. Qolgan 25 nafar mutaxassislar oliy ma'lumotli pedagoglar hisoblanadi. Maktabning ingliz tili va rus tili fanlari o'qituvchilari xalqaro sertifikatlarga ega bo'lib, ularning oylik maoshi 12-15 million so'mni tashkil etmoqda. Mazkur maktab o'quvchilari tuman, viloyat, respublika bosqichidagi fan olimpiadalari hamda 5 tashabbus doirasida o'tkazilayotgan sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Jumladan maktabning 11-sinf o'quvchisi Faxriddin Bahronov, 10-sinf o'quvchisi Ramziddin Bahronov hamda 4-sinf o'quvchilari Muhammadjon Norboyev, Abdulvoris Salomov, Azizbek Rabbimov, Hasan O'tkurov va Madaminbek Shukurovlar sportning penchak silat turi bo'yicha sovrindorlardir. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, mazkur maktabda O'zbekiston sport ustasi Anvar Mamasharipov tashabbusi bilan 2019-yildan beri penchak silat sport to'garagi faoliyati ko'rsatib kelmoqda. Hozirda ushbu to'garakda 60 nafar sportsevar o'quvchi muntazam ishtirok etib kelishmoqda. Sportsevar o'quvchilarimiz orasida 20 nafardan ziyod viloyat, respublika, xalqaro va Osiyo miqyosidagi chempionlar yetishib chiqqan. Hozirgi vaqtda 15 nafar yosh sportchilarimiz joriy yilning 5-10 dekabr kunlari Toshkent shahrida o'tkaziladigan O'zbekiston Kubogi musobaqalariga jadal tayyorgarlik ko'rishmoqda. Maktabda zamonaviy elektron kutubxona tashkil etilgan bo'lib, unda 1624 ta badiiy kitob mavjud. 2024-2025 o'quv yilida maktabni 34 nafar o'quvchi bitirgan bo'lib, ulardan 4 nafari davlat oliy ta'lim muassasalariga, 5 nafari esa xususiy universitetlarga grant va shartnoma asosida o'qishga qabul qilingan. 2025-2026 o'quv yilida 1-sinfga 62 nafar o'quvchi qabul qilingan. Bugungi kunda maktabda barcha fanlar bo'yicha to'garaklar faoliyat ko'rsatmoqda. 11-sinf o'quvchilari uchun asosiy fanlardan chuqurlashtirilgan repetitorlik kurslari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu kurslarda ishtirok etgan 34 nafar o'quvchi ingliz tili, ona tili, kimyo fanlaridan milliy sertifikatlarga ega bo'ldi. Ushbu maktabda amalga oshirilayotgan barcha ibratli ishlar maktab direktori tashabbuskor rahbar Rahmon Bahromovich Ahrorovning mehnati va mas'uliyati samarasidir. U rahbarlikka 2019-yilda tayinlangan bo'lib, qisqa vaqt ichida ta'lim muassasasida qator yangilanishlar, ta'mirlash va metodik faoliyatni rivojlantirish ishlarini amalga oshirib kelmoqda. Urgut tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 153-maktabda bugungi kunda 629 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olib kelinmoqda. Shu o'quvchilarimizga 44 nafar oliy ma'lumotli pedagoglar dars berib kelmoqda. 5 nafar hozirgi kunda oliy toifalik, 8 nafar birinchi toifalik va 9 nafar ikkinchi toifalik o'qituvchilar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. O'quvchilarimizda hozirgi kundagi 2024-2025 o'quv yilida erishgan yutuqlari 5 tashabbus bo'yicha mahalla, tuman, viloyat bosqichlariga, hattoki respublika bosqichlarida faxrli birinchi o'rinni olgan o'quvchilarimiz mavjud. Sport yo'nalishi bo'yicha, sportni penchak salati bo'yicha, keyin kompyuter savodxonliklari bo'yicha 2024-2025 o'quv yilida 34 nafar 11-sinf bitiruvchilarimiz mavjud bo'lib, shulardan 9 nafari oliy ta'lim muassasalariga talaba bo'lish muvaffaqiyatiga erishdi.